Nima bo'ldi? Dadasi, oy kunim yaqin shekin. Uyga kelsam ayolim ismalab yotibdi. Isitmasi qiriq bo'lib ketganini ko'rib, bu vaziyatda nima qilishni bilmay qoldim. Yana kamiga ikkita yosh bola ham o'zimga qolib ketdi. Shu ayollar kasal bo'lmasin deb hamma yoq dabdala bo'lib ketadi. Idishlar yuvilmagan, uylar yoyilgan, bolalar esa yig'lagan. Yarim kechasi endi qayerdan hamshira topaman? Ukol kapelnitsani kimga qildiraman deb boshim qotib turgan bir paytda MyCare ilovasiga ko'zim tushdi. MyCare ilovasida hamshira, enaga, bolalar hamshirasi, hatto bolalar masaji ham bor ekan. Tezda hamshira xizmatiga kirib va xizmat turlarini tanlab oldim. Eng muhimi hamshira yoki medbrat, ya'ni ayol va erkak kishi kelishini ham o'zingiz tanlar ekansiz. Bu esa yana bir qulayliklardan biri. Har holda ayolingizga ayol hamshira kelgani ma'qul. Xullas, uyimga yaqin bo'lgan hamshira 15 daqiqada uyimizga yetib keldi va ayolim tomirlariga birinchi urinishdayoq tushganlarida malakali hamshira ekanliklari bilindi. Siz ham bunday vaziyatlarda hech ikkilanmasdan MyCare ilovasidan foydalaning. Ilovani Play Market yoki App Store dan yuklab oling. Eng muhimi, siz ayollar hech qachon kasal bo'lmang. Siz kasal bo'lsangiz, nafaqat uyimiz, hayotimiz tartibsiz bo'lib ketadi. Gaplarim to'g'rimi?